O'rtoqlar, уже aktiv qilamiz. Boshladik. 18.5 versiyasi sim kart o'qiydigan qilib. O'rtoqlar, hozir sim karta qo'yamiz. Bypass usuli bilan ochilgan iPhone 15 Pro ga hop, sim karta qo'yib tekshirib ko'ramiz. Mana o'rtoqlar, sim karta ham mo'shni ishladi. Sim karta usuli bilan bypass qilindi. Oldin bizning xizmatdan foydalangani uchun. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammasi cho'tki va ajoyib. Endi internetlarni ham ko'ramiz. Mana o'rtoqlar, internetlari ham ishlayapti. Deylik, Apple ga kiramiz. Prosta gap yo'q. Mana. Endi mijozimizni topshiramiz. Salomat bo'ling.